Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat kinayi. Belim og'rib ketdi. Kim edi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod akani o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang Naskim To'bekka. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan a? Ha deb o'tirma, yosh kelin kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Ha uyim borda ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa sizni qo'shningiz bo'larmidim. Bor o'sha uyingga jinnivoy. Ket demoqchisizlarda, ha? Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men san dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazorlik shart emas. Mana unda olib ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilla. Hayotim mazmuni. Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaringni olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika Sizga olgan shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Toy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kelib olgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring ketdik. Qarab turdasan, qarab turdi. Keling-da aka. Mana o'g'lim, mana siz. Nima qilsangiz qiling. Yangi uylanganman, tushuningizlar ham meni. Ning bor uzr uka. Men senga nima degandim? Remeningizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, ay og'riydi-ku. Charchab ketdim, uxlayverib. Ishsiz menman. Sen ishga bormadingmi? Ishga borib bo'ldim. Kechki soat 7 bo'ldi. Shuncha ham uxlaydimi odam? Bir kun 7 gacha uxlabman, nima qilibdi? Kecha 8 gacha uxladingiz. Ovqatlanamiz. Zerikib ketyapman. Ishlaysizmi adasi? Jo'ralar bilan kontrol o'ynab kesammikan? Semirib ham ketdim. Voy, ishlasangiz ozib ketasiz. Yo, futbol o'ynashga borsammikan? Och qoldim. Ishlagan odam hech qachon och qolmaydi. Tur ovqat qil. Men nonga chiqib kelay. Nimaga mendan pul so'ramadi? Mana non. To'xtang. Siz bu joyda ishlayapsizmi? Yo'q. Nonga pulni qayerdan oldingiz? Ikkita nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Yo, ikkita dona nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Ha, pulim yo'q. Sen nomingga qarzga oldim. Xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Ishga ketayotib, kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'y degandim. Birortasini qilmagan. Dadasi, men ishga ketyapman. Men kelgunimcha kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'ying. Vaqti bo'lmagandir. Dada, ajrashaman, bo'l, tamom. Nimaga ajrashaman? Yo'q, ajrashaman, tamom bo'l. Aybim uchun onamiz uchun shuncha harakat qilyapman. Ana! Jim bilan ajrashaman, bo'l. Nimaga sababini ayt? Sabab yo'q. Sababini keltir. Bu. Oyligini meni kartimga olib bermayapti. Nima? Yo, bunaqa erkaklar yo'qdir, aboja. Oshirib yuboryapsiz, o'ldirib yuboryapti. Rostdan ering urdimi? Ha. Ana, sinimni uribdi. Endi yirtaman. Ayiraman dada. To'xtatmay meni. Nimaga? Yirtasan. Yaxtay bo'ldimi? Ha? Kuyovni chaqir. Kuyov moshini urib ketdimi? Yo'q, qiziz urdi. Menga ozroq boshqacharoq aytding-ku. Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Yana nima bo'ldi, qizim? Kuyovingizni 15 ming pulini ishlatdim. Shunga janjal qildi. Davlenam oshib ketdi. Dada, yirtaman uni. Kuyovingizni ayiraman, 15 mingga uradi. Yetibdir. Kuyov nimaga bunaqa qilasiz? 15 mingga paypoq beradi-ku. Shu pulni men o'zim beraman shu pulni. Qanaqa 15 ming so'm? 15 ming dollarimni ishlatgan. Dollar? Qizim, kiyim magazin ochibsanmi? Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Shuni bilmayapman-da. Voy, yana singlingga gapirdingmi? Yirtaman. Ayiraman, yirtib tashlayman bola.
Urushgani kelganimiz yo'q, yirtqich, prosta mehmonga keldik. Ha, har doim urushga kelib o'rganib qolman. Olma yirtaman. Kuyovimga nima qilibdi, doktor? Kuyovingizga kimdir bir haftalar ichigan ovqat ichirishibdi-da. Yo, siz qizingizga ishonasizmi yo doktorga ishonasizmi? Endi hozir doktorga ishonaman-da. Dada, o'zi kimga ishonamiz? Singlimgami, kuyovgami? Shuni bugun aniqlaymiz. Hammasi sen aybdorsan, tushundingmi? Sen aybdorsan. Begorlarni aytibsiz. Hozir bilib olamiz, aytdimlarligini. Singlim urdi-va, yirtaman, ayiraman. Zo'r bemalol urishaveringlar. Kimdaligini qaydan bilaman? Nima bo'pti, doktor? Oho, sahringiz oshib ketdi-ku. Elyor bo'lmagan, tushundingmi? Assalomu alaykum akalar. Gripp bo'lib qoldim. Ayam uyda yo'q edi. Nima qilsam tezroq tuzalam, ha? Buni yo'li oson. Qarich turibni olasan-da, asalga yaxshilab aralashtirib yeysan. Otday bo'lib ketasan. Turibni asalga aralashtirib ichuvdim. Ha, jigarni ham zo'riqtirib qo'yibsiz-ku. Akalar, umuman ishtaham yo'q. Hech narsa yeya olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahani ochib zo'r bitta yo'li bor. Ko'proq qalampir ishtahani ochiladi. 33 ta qalampir yegandim. Bir yeyishda. Jigarlaringiz titilib ketmabdi hali ham. Anginalar shishib ketgan. Nima bo'ldi? Tomog'im vobshe qisib qoldi. Nima dori ichsam bo'ladi? Jonga tegding-da. Zahar kesadi. Marojni yeysan xullas. 19 tagina marojni yegandim. Birdan 20 ta qilmabsiz-da. Juft bo'lardi. Akalar, umuman mazam bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Toza jonga tegding. Borib switch ol, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Switch? Buni ishlatdingizmi? Bu mashinaning switchasi-ku. Shuni keyin bildim-da. Kelinimga salom alik. Oha, kim ekan? Dadingiz. Sen ham dadamning yuziga eshikni yopdingmi? Bu meni otam bo'ladi. Tushundingmi? Yana bir marta shunaqa qilganini ko'rsam, qo'lingni urib sindiraman. Bolajonim. Yana ichibdilar-da. Dada, yana mehmonga kelibsiz-a? Ketaymi? Keting deganim yo'q, faqat ichmay keling. Ichganim yo'q, tushunyapsanmi? Ichganim yo'q. Bu nima bu? Bu grija bu. Hangila o. Men Elyor men bilan hisoblab ber. Kecha dadang mehmon keldimi? Ha, sen qayerdan bilasan? Shu kecha keldi, sen nomingga aroq olib ketdi. Of. Spirt ichyapsizmi dada? Spirt qanchalik zararligini bilasizmi? Yo'q, bir o'rgan olgandan keyin zarari yo'q ekan. So'radim. Qaysi doktor shunaqa dedi? Ko'chadagi bo'lmishlar. Qarzga narsa bermayman aka. Bir marta ber xo'p. Iloji yo'q. Bermaysan? Yo'q. O'z pulimga olaman. Alo dada. Hop. Bugun pensiya puli tushar ekan, o'tgan safargidek hammasiga ichib qo'ymang. Xo'p. Adez bar o'chadilar. Ular uylantirib qo'yish kerak. Balki o'shanda ichmasmidi. To'g'ri aytasan-ey. Dadam uylantirib ancha tinchib qoldik-a? Nimasini aytasiz? Ha, o'zim qarayman. Dada o'g'lim. Yana ichdingizmi dada? Yo'q. Onang bilan birga ichdik. Ya.